Ассаламу алейкум, друзья! Сегодня Гайрат Аки отмечает 63 года, возраст пророка Мухаммада. Мы собрались в Чайхане, чтобы вместе отметить этот день. Гайрат Аки 63 года. Махалли. И вот сейчас накрываем стол, готовим плов. Вот у Рустама Аки у нас так порезал красиво. Арбузы, дыни, вообще так суперски. Вот Гайрат Аки уже плов заготовку поставил. Все вот здесь сейчас варится. Зирвак готовый. Сейчас будет стоять где-то. Наверное, час, наверное. На газе готовим. Endi ukalar hammasi yo'q. O'shanga o'zimiz o'shalarga azmi nodam qolib qoladi hozir. Вот уже рис положили. Ketigan yetganidan keyin o'ylab qoldi-da, o'zi safqa yana. Вот Гайрат Аки именинник стоит. 63 года. Kelyapsizmi? С Алишер Аки разговаривает с Махалли комиссией раисом нашим. Вот сейчас приедет скоро. Yaxshi keldi. Ko'pda deyish o'zbekcha ham bor. Yerimni xabarlab chiqdim deyman. Sen o'zing bilasan. Men butun do'mni xabarlab chiqaman mana to'lagan bilan. Do'm 9 Вот уже салат. Салат делал мастер, вот уж салат делает, салат. Вообще, такой салат вообще, только надо пробовать. Только гармидор не взяли? Или взяли? Гармидор есть, по-моему? Скажи, я сам как гармидор, да? Слышь? Молодцы. Дом когда есть, помогай, молодец. Şimdi tam yeter ya soru. Сейчас чуть-чуть свиной. Şimdi kaç bulsana. Сейчас он звонил несколько раз, и вам же перезвонил сейчас, Кевам Акимом. Что ты много вообще. Нет, там вот этот оставался то, что чуть-чуть. Надо поставить, может. Там, а ну, я труд такой этот в этот. Электрический дан, вот, по-моему, су. Гайрат Аки. Сам именинник сам готовит. Ладно, да. Ana kalanı koyduk. Yakın Özbekistan nakasını taşarlayıp da ye. Zor. Allah O'zbekiston. Гайрат Аки вообще такой классический на вид получился, не как чайханский даже. Такой чуть-чуть темный, да? Nima deydi? Ha, yo'q, men getirdim. Qancha bir olib qo'yibsan? Yaxshi, to'g'ri, Только уstiga anavi чеснок, да? Ikkiga bo'lib Yo, yaxshi, normal. Surulsalar bo'ldi. qani keladi yana. Kim qoldi? Qani hayt ekanlar. Zokir qani Zokir? Shu yerga o'tganlari yo'qmi? Zikr aka. Mana yoqda joy bor ekan, kelmaysizlar nima qildi? Вот так. Ребята здесь тоже разместились. Да, конечно. А что плов только такой, в маленькой тарелке? Хватит. Что, лаген надо было взять там? Не, нормально. Вот и вот. Так, вот столики садитесь. Zokirga o'tir. Qoshiq bor. Mana qoshiq. Там вот вам. И оттуда. Надо... Двойной попадаешь. Что, салат нам надо было, салат. А вот у Рахима Аки рядом салат. Гайрат Аки, нам салат, он берет салат. Рахим Аки там вот салат у него свой.
Oshpaz akamiz bizga sov sekretni qilib aytdilar. Sov sekretni qilib. Shuning uchun so'zni sizga beramiz. Bir duo pastasini olaylik deb. Rahmat kattakon. Hozir yana biz ham qo'shilishib nazaramiz yo'q. Bu yerda yoshi ulug'lar bor. Chiroyli bir shu payg'ambar yoshlari kirganiga shu shukrona kunlarini bir shukrona qilgan holda bir duoni qilgan bir anaqa shu yaxshi niyatlarni ham boshqasini ham yoshi ulug'lar qilsa undan buyoq chiqib yoshlari undan ham ulug' bo'lib turib unaqa yoshlarni ko'pini ko'rib yurishlarini nasib qilishi hammasini bir niyatini qilib turib bir duo qilsanglar ana o'shaning duosi bir ijobat. Ma'qul. O'shaning uchun Ana sizga yo sizga navbat edi. Eng yoshi katta ulug'i siz. O'zingiz bir duo qiling, keyin bular ham bir duo qilib, qozaq qilib, bu tilovat qilganlar shuni ham duo qilamizda. Hammamiz chin ko'ngildan bilan tabriklab boshlaymiz. Kollektiv nomlarini ko'pini ko'rib, bolalarni, avvallarni kamolini ko'rishlarini, rohatini ko'rish nasib qilsin. Sog' salomat bo'ling. Qilingan insonlarning dargohida husn qabul aylasin. Bu yoshlarni yana shuncha yosh yashang, o'shanda o'tirib masjidda choyxonada o'tirib osh yeylik. Qochib qolmangdan u yoqqa. Sog' salomatlik bo'lsin. Bola chaqangizga bosh bo'lib o'shalarni hammasini orzu qilsin, baxtini, rohatini ko'ring. Biz o'sha rohatini ko'rganingizda biz ham o'shalarga yashaylik. Hammamiz sog' salomat bo'laylik. Bunaqa yig'ilishimiz tez bo'lib tursin, bir-birimizni ko'rib, bir-birimiz bilan salomatlik qilishganimiz hammamizga g'animat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سلامت ولله. Tebrikliyimiz. Rahmat. Baxtingiz buyuring. Rahmat kelib gapirsinlar. Endi Rahmat kelib gapirsinlar. payg'ambar yoshligi kimlar yetdi, kimlar yetmadi. Juda ham noyob odam Muhammad sallallohu alayhi vasallam har kim mana yoshlari menimcha payg'ambar yoshiga kirgin degan umid bilan yashasa kerak. Har bir musulmon bandasi. Chunki u kishi mana 15 ming yildan beri bizlarga o'g'i nasihatchi bo'lib kelyaptilar. Qur'on ilmini, Qur'onni, hadisni bizga taqdim qilib ketganlar. O'sha asosida biza o'shanga tayanib ko'p odamlarimiz ba'zi bir qat'iy ishlardan voz kechib shu to'g'ri yo'lga kirib Alloh yo'lida qadam bosib yaxshi ishlarni, amalli ishlarni qilib kelyaptilar. Mana o'shani natijasi o'zinglar hammangiz ko'rib turibsizlar o'rtoqlar. Shuning uchun mana bu kishiga ham mana 63 yosh juda ham ajoyib go'zal bir yoshlik va payg'ambar yoshiga kishini odam eslasa, odam chuqur o'yga olib ketadi. Lekin o'sha kishidan mana hozir bu kishini tabriklayapmiz. Biza yana umid qilamizki, bu kishini yoshlari yana qo'shilsin. Üstüge üstek kuvvetler qo'shilsin mayliga. Allohning o'zi inoyati bilan har bir insonga o'zi beriladigan umr bor. Mayli, mana hozircha bizlarni hali shunchalik ne'mat bilan
bizlarga Alloh berib turibdi, bizlarga qo'shilishib, bu kishi bizlarga shuncha noz ne'matlarni tayyorlab berishda qatnashyaptilar. Bizlarga juda katta bir haligi nimadir, his-tuyg'uni uyg'otyapti. Tashakkur bildiramiz sizga. Ukam, Rahmat. sog' bo'ling, salomat bo'ling. Barakat toping. Oilaviy tinchlik, osoyishtalik, baxt, saodat, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Amin. O'sha o'g'lingiz ham davronbek ham kelgusida yaxshi martabalarga erishsin. Navara chavara avaralarni to'yim to'g'ri. Bitta tilovat Qur'on o'qib olaylik. Ketimizdan quvlashi yo'q. O'tganlarni bitta aytaylik. Ha, güzel, yaxshi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه نشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلكم فكيف كان نكير أولم يروا إلا طير فوقهم صافات يقفز ما يمسككم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ey Parvardigoro, ushbu tilovat Qur'onni xalq bo'lgan savoblarni avvalambor Muhammad sallallohu alayhi vasallam ruhlarga o'tgan barcha payg'ambarlar, o'tgan azavliyolar, komillar, sahoba ikromlarga ulardan duo-umidvor o'tgan marhum-marhumalarimiz, besh aqrabolarimiz, avlod ajdodlarimiz, ahli ilm, ahli Qur'on ustozlarimiz ruhoniyatiga, xususan shu bugungi G'ayratjon ukamizning o'tgan marhum ota-onalarning ruhoniyatiga baxshib etdik. O'z fazli inoyatingizda qabul aylab, hammalar yotgan joylarga rahmat sherishda jannat qilamiz. Allohumma ahsin oqibatal kulliha va jilni fil dunya va azabul oxirah. Va huwa ala kulli shay'in qodir. Rahmatika ya Allah. Yurtimizga tinchlik, osoyishtalik, xonadonimiz, mahallamizga tinchlik bo'lsin. Xonadonimiz fayz baraka ortmasin. Turli balo qazolar, samoviy ofatlardan Allohning o'zi saqlasin. Barchalarning oilalariga hammasi farzandlariga kelgusida ilmli, hunarli, yaxshi joylarga kelim-kuyovlar bo'lib, yaxshi martabalarga erishishga Alloh nasib aylasin. Endi bir daqiqa e'tibor qilamiz sizga. Yo, bismillah. Yo, bismillah. Ya uzoqqa bekitib olgan ekansiz, yana qiyin bo'lib ketsangiz. Qani ring aka? Qani. Qiblaga qarab bunaqa qo'l bilan. Yordamida hamma narsa. Ya, sekin Xabarimiz gapirasiz. bo'lmaydi. Ha. To'g'ri. Erkak ala qildi. Bunaqa Başka namazıma geçtiklerini yapın. Görmeyiz. Zor. Bu birler nasıl çağırdı basıda yurttaş tutsan.
Umringiz uzoq bo'lsin, bolalaringizga. Amin. Tinchlik bo'lsin. Hamma yaxshi niyatlarga biz ham shularning guvohi bo'laylik. Dunyo so'zlar bayroqlar qabul qilsin. Sog' bo'ling. Lekin rosa yarashibdi juda.